ham ko'ramizda, joy namoz bo'lmagan payti uchini qayrib qo'yishadi. Bir kuni bir kishiga bir hamkasbingizga namoz o'qib olish uchun joy ko'rsatsak, nima bu joy namozni uchini qayrib qo'ygansizlar desa, hamkasblarimizdan bir kishi shayton namoz o'qib qo'ymasin. Siz qo'ying, shu shayton namoz o'qisin, oxir-oqibat shu. O'shana qilasizlar, shayton ham namoz o'qimayapti degandek gap bo'pti-da. Buni xonadonlarda ko'p guvoh bo'lamiz. O'sha tepada aytganimizdek, bid'atlarda ko'pchilik o'zi asosi nima, qayerdan chiqqan, o'zi bid'at shu-da. Bilmasdan qilib yuraman desa, ko'rganman, eshitganman shu. Shu. Endi bu joy namozi burchagini qayrib qo'yish bu dinimizda yo'q narsa. Umuman buni qilayotganlar to'xtatish kerak bo'lgan narsa. Nimaga desa, o'sha qilishlarni niyatini qarang. Menga buni o'zi ko'p odam aytgan. Burchagini qayrib qo'ymasak, shayton namoz o'qib qo'yar ekan. Mayli, namoz o'qishdan birovni qaytarib bo'lmaydi-ku. Mayli o'qirsin. Mabodo o'qisa. O'zi asliga o'qimaydi o'zi. Endi shu, xullas, joy namozi burchagini qayrib qo'yishlik dinimizda bir ko'rsatilgan bir amal emas bu. Qilib bo'lmaydi buni.